Aytishadiki, hayotingiz davomida 4 narsani aslo tark etmang. Birinchisi, shukrni tark etmang. Aks holda ziyodalikdan, barakadan mahrum bo'lasiz. Alloh subhanahu tabaraka va taolo la in shakartum la azidannakum deb marhamat qiladi. Kim shukrni tark etadigan bo'lsa, ziyodalikdan mahrum qilinadi. Shukr qiluvchilarga esa Alloh taolo ziyoda qilaman deyapti. Ikkinchisi, hech qachon Allohning zikrini tark etmaslik. Aks holda Alloh taoloni siz bilan bizlarni zikr qilishligidan, eslashligidan mahrum bo'lar ekanmiz. Baqara surasi 152-oyat. Fazkuruni azkurkum deydi. Bas meni zikr qilinglar, shunda sizlarni zikr qilaman. Ya'ni meni eslanglar, shunda men ham sizlarni eslayman deydi. Demak, Alloh eslashligini, zikr qilishligini istagan inson doim Robbisini zikr qilsin, eslasin. Aks holda Alloh taoloni zikridan, eslashligidan mahrum qilinar ekanmiz. Uchinchisi, duo qilishni hech qachon tark etmang. Aks holda ijobatdan mahrum bo'lasiz deydi. Alloh subhanahu tabaraka va taolo va qala robbukum ud'uni astajib lakum. Menga duo qilinglar, sizlarga ijobat qilaman deydi. Demak, kim duo qilishlikni tark etadigan bo'lsa, Alloh taoloni ijobatidan mahrum bo'ladi. To'rtinchisi, istig'forni tark etmaslik. Alloh subhanahu tabaraka va taolo va ma kana Allohu muazzibahum va hum yastaghfirun. Modomiki ular istig'for aytar ekanlar, Alloh ularni azoblamas deb marhamat qiladi. Demak, istig'for aytishlikni hech qachon tark qilmang. Aks holda nima? Najotdan mahrum bo'lasiz. Istig'for aytgan insonlar Allohning doim himoyasida bo'ladi. Ana shu 4 oyat-i karimaga azizlar, shukr qilishlik, Alloh taoloni doimo zikr qilishlik, doim Alloh taologa duo qilishlik va doim Alloh taologa istig'for aytishlik, bu siz bilan bizlarga Robbimizning va'dasi. Shukr qilganga Alloh ziyoda qilaman deyapti. Zikr qilganda zikr qilaman deyapti. Duo qilganda duosini ijobat qilaman deyapti. Istig'for aytgan bandamni hech qachon azoblamayman deyapti. Mana shu narsani azizlar doim o'zimizga vazifa qilib yurishligimiz kerak va buni hech qachon tark etmaslik kerak.